hozir sizni ichingizda puli borlarga nisbatan qanchalik bola narsalar ko'paygan sari sizni daromadingiz tushib ketadi. Ichingiz qorayib ketganda siz hammani yomon ko'rasiz. Urishgingiz keladi, janjal xohlaysiz. Kimdir yaxshi narsa sotib olsa ham jahlingiz chiqadi. Kimdir yangi uyga ko'chib o'tsa ham jahlingiz chiqadi. Chunki bu sizni ichingizdagi qora dog'lar. Yana qaytarib aytaman, bu sizni o'zingizga bog'liq emas, ichingizdagi qora dog'lar. Shu narsaga shu holatda kelib qolgansiz. Tug'ilishimizdan boshlab, balki ona qornidan boshlab bu narsalar bizani ong ostimizga kiritib yuborilgan. Aytadimizku ko'pchilikni ichi shunday qora-ya shuni deb. O'sha onasini ichi juda ham qora bo'lgandan keyin u o'sha homiladorlik paytida farzandiga o'tib ketadi. Tug'ilganimizdan boshlab, ya'ni tug'ilganimizdan boshlab bizga tarbiya, ta'lim odatlari, kaltik, maqtov, hamma narsa bizani o'sha ona qornimizdan boshlab bizani ong ostimizda bir informatsiyalarni yig'ishda boshlaydi. O'zi aslida mana shu tug'ilayotgan farzandlarimizni fundamentini biz ota-onalar qo'yib beramiz. U baxtli bo'ladimi, baxtsiz bo'ladimi, puli bormi, yo'qmi, sog'lommi, kasalmi? Bilib qo'ying, onalar bunga siz sababchisiz. Bu degani bolani har doim maqtash kerak yoki bolani har doim urish kerak degani emas. Bu degani siz homiladorlik paytingizdan boshlab o'zingizni tarbiya qilishingiz kerak bo'ladi. Aytiladi-ku homilador ayollarga, yomon narsalarni ko'p o'ylama, chiroyli narsalarga qara, gullarga qara, atrofda go'zalligiga qara, shunda farzanding chiroyli tug'iladi deb aytilardi-ku. Bu gaplar bekordan bekorga emas, bejizga emas. Men qizimga homiladorlik paytimda psixologiyani bilsam, bilmasam, tushunmasam ham chiroyli narsalarga qarab yurardim. Gullarni yaxshi ko'rib, tabiat bilan hamohang bo'lib yurardim. Haqiqatan ham qizim hozirgi paytda juda ham chiroyli qizga aylangan, ya'ni juda ham chiroyli tug'ilgan. Shu darajada. Shunday ekan, agar hali homilador bo'lmagan insonlar bo'lsa, homiladorlik paytidan bolamiz ong ostini tozalashni boshlaymiz. Endi qarang, biz farzandimizga tarbiya berishni juda ham yaxshi ko'ramiz. Tarbiya, xo'p, ota-ona tarbiyani berish kerak. Lekin tarbiya berilayotgan paytida ham farzandi juda ham ko'p maqtab yubormasligi ham kerak. Hamma narsa o'zini holatida bo'lishi kerak va farzandingizni juda ham kuchli tergash ham kerak emas. Ya'ni men aytmoqchimanki, juda ham kuchli zarar yetkazmagan holatda farzandga tarbiya berish kerak bo'ladi. Eng qizig'i, biz tarbiyani qanaqa qilib beramiz? O'zimiz olmagan narsani, ya'ni o'zimiz amal qilmagan narsalarni boladan talab qilamiz. Bola tushunmagan narsani bolaga yetkazishga harakat qilamiz. Aslida oilada farzand mukammal bo'lishi uchun oilada juda ham chiroyli so'zlanish kerak farzandlarning oldida. Bola maktabdan, bog'chadan, internetdan bu narsalarni o'rganib kelgandan keyin uyini muhitida agar so'zlash chiroyli bo'lsa, u baribir o'sha muhitga moslashib ketaveradi. U hech qachon yomon so'zlarni aytmaydi. Ya'ni demoqchimanki, bola qanchalik internetda ko'p o'tirgani bilan, qanchalik yomon informatsiyalarni o'sha bog'cha maktabda ko'rgani bilan uyda muhit normal holatda bo'lsa, bu farzandimizni mukammal shaxs, yetuk shaxs bo'lib yetishiga juda ham yordam beradi. Shuning uchun biz oilada muhitimizni juda ham to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Endi hozir men chalg'idim. Endi yana hozir sizlar bilan aytmoqchimanki, o'sha yoshligimizdagi narsalar ko'p narsalarda muhim hisoblanadi.
yoshligimizda o'laydigan tarbiyamiz juda ham muhim hisoblanadi. Qanchalik biz yoshligimizdan yaxshi informatsiyalarni olib katta bo'lsak, qalbimiz ham shu yutuq narsalarni o'zida qabul qiladi-da va mukammallikka erishgan inson hisoblanamiz. Xo'p. Men bu narsalarni aytayotganligimning sababi, siz уже katta bo'ldingiz, hozirgi paytda yoshingiz ham katta, farzandlaringiz uchun to'g'ri sharoit yaratib berishingiz kerak bo'ladi. Chunki hammamiz ham oilamizda farzandlarimiz bor, oilaviy muhitimiz juda ham chiroyli qilishimiz kerak bo'ladi. Bola 3 yoshgacha bo'lgan yomon so'zlarni, jarangdor so'zlar bo'ladi-da, o'zi yomon so'zlar. O'shani eshitishni boshlaydi. Uyidan, ota-onasidan eshitishni boshlaydi. Agar farzand 4-6-7 yoshdan boshlab jarangdor so'zlarni ishlatadigan bo'lsa, bu so'zlarni umuman gapirmaslik kerak. Bu so'zni aytish mumkin emas. Siz agar oilada chiroyli so'zlarni, chiroyli muhitni yaratsangiz, eringiz, turmush o'rtog'ingiz so'kinmasa, o'sha bu oilada ancha chiroyli so'zlashuvga muhitni olib kelib qoldingiz degani. Bu narsani pulga nisbatan ham xuddi shunaqa bo'ladi. Agar siz farzandingizga nisbatan sen katta bo'lganingda kim bo'lasan? Shuncha o'qiganing bilan nima bo'lasan? Sen umuman katta bo'lganingda go'r bo'larmiding? deb uni biz yerga urib katta qilsak, bu narsalar bizning hayotimizga ta'sir qiladi. Aynan ko'pchilik oilalarda, o'zbek oilalarida xuddi shu tartibda farzandlar katta qilinadi. Va pul bo'yicha shu darajada bizda negativ o'y-xayollar to'lib ketgan. Aytiladi-ku, boy odam yaxshi emas deb biz farzandlarimizga tarbiya beramiz va bizga ham ota-onalarimiz xuddi shunaqa qilib tarbiya berishgan. Biz o'zi aslida atrofdagi insonlarni atrofdagi insonlarni yomonlaymiz va o'sha yomonlashimiz natijasida o'zimiz oqlayotgan bo'lamiz aslida. Kimnidir muhokama qilayotgan paytimizda ham o'zimizni oqlashga o'tib ketamiz. Farzandimiz oldida ham kimlarnidir g'iybat qilamiz. Masalan, turmush o'rtog'imiz chiroyli, erkaladigan so'zlarni bizning mentalitetda uyat deb hisoblaydi-da, lekin so'kinishda oddiy hisoblaydi. Farzandini oldida gapirishga. Shu narsalarga juda ham ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Boylarni uyi ko'p, ular ko'p puli ko'plarni, ya'ni o'sha ko'p boy oilalarni, boy insonlarni yomonlashda boshlaymiz. Ya'ni farzandlarimiz fikrida, farzandlarimiz ong ostida boy inson yomon degan fikr joylashadi. Nima bo'lib? Qora nuqta bo'lib. Bola bu narsani esdan chiqarib yuboradi. Siz ham bu narsani esdan chiqarib yuborgansiz, lekin bu sizni ichingizda turaveradi. Programma, informatsiya, blok bo'lib turaveradi pulga nisbatan. Ichingiz sizni qora nuqtalarga to'lib ketadi. Agar siz hozirgi paytda farzandlaringizni ham shunaqa tarbiya qiladigan bo'lsangiz, uni ham ichi qora narsalarga to'lib ketadi. Lekin siz bilmaysiz bu narsalarni, nimaga bu holatga tushib qolganingizni, nimaga pulsiz bo'lib qolganligingizni siz anglab ham yetolmaysiz. Bular boya aytganimdek, ong ostimizdagi informatsiyalar orqali bizning hayotimiz yaratilinadi, hayotimiz aks ettirib ketaveradi. Bizga xuddi shunaqa narsalar berilgan bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Ya'ni sizga, bizga aynan shunaqa informatsiyalar berilgan. Har bittamizni ota-onamiz pul haqida nima degan? Boylar haqida nima degan? Pul haqida nima degan? O'ylab ko'ring. Qanaqa muhit, qanaqa holatda siz katta bo'lgansiz? O'tirib, uyingizda o'ylashingiz kerak bo'ladi. Yoshligingizga borib qarab ko'rsangiz bo'ladi. Ko'pchilik o'tirsa, mana aytgan gaplarimdan keyin
informatsiya kelishni boshlaydi, o'sha o'zini holatini, yoshligini eslashni boshlaydi. Ana shu narsalarni o'ylab, qalbingizdagi holatni, sababini tushunishni boshlasangiz, 50% informatsiyalarga nisbatan qora dog'laringiz tozalanadi, ya'ni 50% informatsiyalar yechiladi. Ya'ni masala 50% ga hal bo'ldi degani. Hozir o'ylab ko'ring, bir katta muammoyingiz bor. Shu narsani bolaligingizda bo'lganini eslab topib olishingizni o'zi 50% bo'ladi. Nima muammoyingiz bor sizda? Pulga nisbatan olaylik, siz umuman uy ola olmayapsiz. Uyingiz yo'q, uysizsiz. Ana shu masalada, ana shu holatda yoshligingizga borib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Nima holat bo'lganki siz uysiz yashayapsiz? Oilada qanaqa gaplar bo'lgan uy bo'yicha? Eslab ko'rasiz. Shu paytda ham 50% ga bo'lsa ham, mana shunaqa bo'ldi-ku deb anglaysiz-ku, shunaqa paytida ham sizdagi masala hal bo'lib boradi. Hal bo'lib ketadi, yechilib ketadi. Yana bitta narsa bor. Buni ko'pchilik juda ham yaxshi biladi. Yana bir sizlarga aytib bermoqchiman. Bola kasal bo'lsa, unga chiroyli gapiramiz, aytganini olib beramiz. E'tibor bering. Biz nimani tarbiya berayapmiz bolaga? Kasal bo'lish yaxshi, sen kasal bo'lsang, men senga o'zing xohlagan narsalarni olib beraman. Sen faqat kasal bo'lganingda men senga e'tibor beraman degan narsani berayotgan bo'lamiz-ku. Nimaga farzandimiz sog'lom bo'lganda ham unga yaxshi gap gapira olmaymiz? Farzand 7 yoshgacha kasal bo'lishi asli sababi ota-ona. Aynan farzandingiz gapga tushunayotgan bo'lsa, u sog'lom bo'lgan paytida gapga tushunsa, so'rash kerak. Sendan kasal bo'lishdan nima foyda? Nima naf bo'ldi senga? Farzandingizni muloqot qilishingiz kerak bo'ladi. Balki u nimanidir xohlab, planshet xohlab, iPhone xohlab kasal bo'layotgandir. Ko'pchilik farzandlarni men shunaqa bilaman, ota-onasidan ko'p kattaroq narsa xohlaydi, aynan planshetni, kompyuterni xohlaydi-da, juda qattiq kasallikni chaqirib boradi va o'sha kasallik paytida o'sha planshetni, o'sha telefonda o'ldira oladi. Chunki farzandingiz bolani ongida shu narsalar qotib qolgan. Ya'ni men hozir kasal bo'lsam, ona-otam menga yaxshi bo'ladi, yaxshi qaraydi. Men kasal bo'lsam, menga ota-onam planshet, telefon olib beradi deb. Siz tarbiyani alg'ov qilib bermayapsizmikan? Nima kerak senga? O'yinchoq kerakmi? Shirinlik kerakmi? Nima olib beray senga? Nima xohlaysan? Farzandingizga aytishingiz mumkin. Balki bog'chaga borishni xohlamaganligi uchun kasal bo'layotgandir. Ana o'shanda siz farzandingizni kasalligini, boshqa narsada ekanligini tushunasiz. Ana o'shanda siz bu narsani hal qilishingizga yordam beradi. Ta'lim bu bog'chadagi, maktabdagi bolaga o'rgatayotgan narsalarimiz. Ta'lim maktabda beriladi va farzand aynan o'sha ta'limi orqali shakllanib ketaveradi. Ko'proq jamiyatda. Ko'z ko'radigan narsalarni juda ham ko'p narsani esda saqlab qoladi va ko'rgan narsa bizani ongimizga, tanamizga tushib ketadi. Yuqorida aytdim, er-xotin bolalari yonida bir-biriga shirin gapirishni uyat hisoblaydi. Normal hisoblaydi. Bola xoh qiz bola, xoh o'g'il bola bo'lsin, erkak kishiga shunaqa muomala qilish kerak degan ustanovkani oladi. Ong ostiga joylashib qoladi. Tushuntirib oldimmi? Bolalar yonida er-xotin ko'proq chiroyli suhbatlarni qurish kerak. Ya'niki farzand demak
shunaqa muomala qilish kerak ekan erkakka, shunaqa muomala qilish kerak ekan ayolga degan narsani o'zini ong ostiga singdirib oladi. Agar siz turmush o'rtog'ingiz farzandlaringizni yonida siz uradigan bo'lsa, bolaga o'sha ustunovka bo'ladi. Qush uyasida ko'rganini qiladi deb bekorga aytilmaganda. Mana bizning ham bitta yoshligimizda qo'shnimiz bo'lardi, juda ham alkash, ichib yurardi. Har doim alkash ichib kelib, xotinini urardi. Va bu narsa farzandlariga ong ostiga singib ketdi. Aynan farzandlari ham ichib kelib ayolini, xotinini uradigan bo'lib ketdi. Hamma narsa ko'rganimiz orqali hayotimizga kirib keladi. Ko'rganimiz orqali hayotimizda shakllanadi. Ong ostimizga joylashib qoladi. Shuning uchun farzandlarimizni yonida chiroyli so'zlar haqida gaplashishimiz kerak bo'ladi. Hech bo'lmasa farzandimiz yonida urishmasligimiz kerak. Bu ota-onani urush janjali bolada travma bo'lib qoladi va bu travma bolani bir umr shu travmada yashashiga majbur qilishi ham mumkin. Aynan siz ham hozirgi paytda yoshligingizda olgan travmalaringiz asosida yashayapsiz. Ko'pchiligimiz. Shuning uchun ham bizning hayotimizda pul, kam, munosabatlar juda ham yomon. Barisi travma orqali. Shuning uchun chiroyli gaplar gapirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni farzandlarimiz baxtli bo'lishi uchun bu narsalarni qilishimiz kerak bo'ladi. Qarang, biz o'zimizni, aka-ukalarimizni bir-biriga yomonlab o'tirib, opa-singillarimiz bir-biriga yomonlab o'tirib, farzandimizga opani yaxshi ko'r, akani yaxshi ko'r deyishimiz to'g'rimi? Bu narsalar adolatdanmi? Hojati yo'q farzandingizga tarbiya berishingizda bu narsalarda. Umuman hojati yo'q. U ko'rganini bajarib ketaveradi. Unga siz ko'rsatib berib, amallaringizni talab qilishingiz kerak bo'ladi. Chiroyli amallaringizni ko'rsatib bersangizgina, talab qilmasangiz ham farzand o'sha narsani sizga ko'rsatib beraveradi. Biza ko'rsatib berganimiz o'zi yetadi farzandlarimizga. Aynan u ham katta bo'lganda bu narsalarni o'zini hayotida bajarib ketaveradi. Farzandlarni oldida ayolingizni ursangiz yoki o'sha sizni turmush o'rtog'ingiz urgan bo'lsa, bolada bu narsa shakllanadi. Zarar keltiradigan odatlarga o'rganib qoladi farzand. Va u ham atrofiga, insonlarga zarar keltirishni o'rganib qoladi. Bularni hammasini biz to'g'rilashimiz kerak bo'ladi. Hamma narsani o'zini joyiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun ong ostimizdagi qora dog'larni oq nurga aylantirishimiz juda ham muhim. Biz o'zimizni ong ostimizni o'zgartirishimiz uchun uni ichida nima borligini tushuna olishimiz kerak. Nima narsalar bizning ong ostimizda to'lib ketgan. Bizning yoshligimizda adamiz gapirgan gaplar, oyimiz gapirgan gaplar haligacha hayotimizga ta'sir qilingan, to'g'ri. Siz bu tomonini juda ham yaxshi bilasiz. Pul yetishmovchiligi, hozirgi paytda eringiz bilan ajrashganligingiz, eringiz bilan kelisha olmasligingiz, nimadir hayotingizdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, hamma siz ong ostingiz orqali harakatlanyapti, to'g'ri. Bu siz ong ostingizga ta'sir qildi. Xo'p, siz endi mana bu narsalar yoshligimdan ota-onam tomonidan berilgan travmalar, men shuning uchun shu hayotda yashayapman deb o'tiravermasligingiz kerak. To'g'ri, bunaqa aytib o'tiradigan insonlar ham juda ham ko'p. Lekin sizda bu narsalarni o'zgartirishingiz uchun bilim bor. Bu narsalarni o'zgartirishingiz uchun ham aynan siz hozir biz bilan birgasiz. Bu narsalarni o'zgartirishingiz mumkin. Faqat siz o'sha yoshligingizda olgan har bitta holatni yaxshi tomonini ko'ra olsangiz, yaxshi nazarda qara olsangiz. Siz aytishingiz kerak, ota-onam ham o'zini ichidagi bor tajribani bizga berib
bergan. Ya'ni ota-onamiz ham o'zidan olgan tarbiyasi orqali bizga gapirgan. Shu orqali biz katta bo'lganmiz. Shu orqali biz shakllanganmiz. O'shalar meni hozirgi paytda o'stirdi degan nazarda qarashni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Agar biz hozir o'sha ota-onamizdagi, yoshligimizdagi bo'lgan travmalarni eslab, yana qaytarib aytaman, yaxshi tomoniga qaraydigan bo'lsak, biz ong ostimizdagi qora dog'larni tozalashimiz uchun bitta yechim, bitta yo'l bo'ladi. Siz ko'proq ichingizga tushib, ichingizdagi holatlar bilan tanishib, ichingizdagi o'zingizni asl meningizga ulanib turishingiz juda ham muhim. Xo'p, ichimizga narsani topdik. Kimdandir yegan kaltagimiz bizga yomon ta'sir qilgan ekan. Kimnidir gapi bizga masxara bo'lgan. Kimdir sizni masxara qilgan, ta'sir qilgan bu sizga. Xo'p, buni topdingiz. Mana shu sizni kimdir masxara qilganidan siz hozirgi paytda zo'r bo'lib ketgandirsiz. Masxara sabab men seni ko'zingga ko'rsatib qo'yaman deb siz harakatni boshlagansiz. Uni o'sha masxara qilganligin sababi uchun maktabda a'lo baholarga o'qigansiz, institutda zo'r baholarga o'qigansiz. O'sha orqali siz o'sgansiz-ku hozirgi hayotingizda. Siz uchun yomon narsa. Aslida siz yomonga chiqargansiz. Yomon emasdi. Siz yomon deb o'yladingiz xolos. Chunki bizda tarbiya shunaqa bo'lgan, kimdir masxara qilinsa, sen ustingdan kulyapti deb o'rgatilingan. Yana o'sha bizani tarbiyamiz, bizga berilgan ta'lim hammasi yomon yaxshi deb aytishda o'rgatganligimizdan. Sizda endi bilim bor. O'tirasiz, hozirgi paytda nimaga erisha olmayapsiz? Pulga erisha olmayapsizmi? Aynan pul bilan bog'liq hamma vaziyatlaringizni yozib chiqib, unga plus tomoniga yozib chiqasiz. Ya'ni yoshligingizda pul yomon deb o'rgatilingan bo'lsa, pul yaxshiga aylantirasiz. Yoshligingizda pul hech qachon baxt olib kelmaydi degan so'zlar bilan katta bo'lsangiz, pul har doim baxt olib keladi degan nazarda yozasiz. Pul komfort olib keladi deb plyusini yozasiz. Boylar juda ham yomon degan so'zga siz boylar juda ham yaxshi, ular saxiy degan informatsiyalarga o'zgartirasiz va siz ong ostingizga shu informatsiyalarni ko'rsatib qo'yasiz. Ong osti o'rganadi keyin. Pul topish qiyin degan narsani siz pul topish oson nazariga o'zgartirasiz. Shu orqali hayotingizni to'g'irlashingiz mumkin. Bu bizani beriladigan darsimizdagi qaysidir variantlar siz uchun. Bu narsani olish, olmaslik, hayotga tatbiq etish, tatbiq etmaslik bu sizning ishingiz. Biz sizga o'tkazguvchimiz, ya'ni bu informatsiyalarni sizga o'tkazib beryapmiz. Ularni ong ostingizni to'g'irlash bu sizga bog'liq. Hamma yechimini olib ko'rasiz hayotingizda. Ong osti shunaqa ishlaydi. Ong osti qachonki siz uni o'zgartirishga tayyor ekanligingizni ko'rsatib berganingizda, u yaxshi tomonga o'zgarishni boshlaydi. Chunki hozir sizni ong ostingizda pul topish qiyin degan informatsiyalar bor-ku, pul topish qiyin degan informatsiya borligi uchun ham siz hozir qiynalib pul topyapsiz. O'sha men endi prosta eng dolzarb mavzu pul ekanligi uchun, eng dolzarb mavzu bizda yoshligimizda qiyin degan so'zni juda ham ko'p aytganligi uchun biz aynan shu narsani ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, endi sizlar uchun ong osti degan amaliyotni zapisini yuboraman. Albatta uni eshitib, o'zingiz xulosa qilishingiz kerak bo'ladi.
Va yana siz uchun tayyorlab qo'ygan amaliyotlarim bor. Ularni ham kanalga joylashtiraman. Keyingi darslarda ko'rishguncha. Xayr.